Assalomu alaykum. Qanchim o'zini qisqacha tanishtirgan bo'lsa. Aleyküm selam. Men ötünümüz Şərq Türkistan'dan keyin Korli şəhərdən, Korli şəhər Tekçi yezi Aqtaş kentidən bulaman. İsmim Nur Ahmet Mahmud. Sizlar o'tganlik urug'tuqqanlar aloqalanmoqni qanchalik bo'lganda? Ötənlik urug'tuqqanlar bilan aloqamiz uzilgili. Bu yil 3-cü ayda axir qatim 3-cü ayda uzilgan. Aloqa yo'q. Qonundan keyin aloqa yo'q. Lekin urug'tuqqanlarningki jamoatchilikning yo'qlarida yak turmada qaysi avvalgi ularning ismlari bo'lsa shuni isbotlasizlar. Bu yil 3-cü ayda anam bilan Öndidarda gaplashib turdik, dadamning Öndidarda. Qolgan tuqqanlar bilan baldorlar uzilib bo'lgan. Shu anam 3-cü ayda aloqamiz uzilgan vaqtda shu chog'da xat yozib, har bir xatni yozdi, o'chirdi. Shu chog'da xabar tepishimcha biz 6 jon, biz o'g'ilning biz 4 bola. Men balaning cho'ngi o'g'il, üç singlim bor. Bu üç singlimningki yo'ldoshininki, bizning 3 o'g'ilningki, ham cho'ng singlimningki, cho'ng singlim chet elga chiqqan. Bu cho'ng singlimningki ham 3 o'g'ilningki shu lagerga aktilganligini shu chog'da xabar topgan. Shu chog'da anam menga xabar berib, o'zini olma shu yerga epmeng oldiganligini menga degan. Sizlar shu kuyovlarningki singlimning ismini to'g'ri topgan bo'lsalar. Bizning kuyovlar cho'ng kuyovning ismi Nur Ahmet. Benim ismim bilan o'xshash Nur Ahmet. Nur Ahmet Tursun. İkinci kuyovning ismi İmam Mehmet Salahiddin. Üçüncü kuyovimizningki Nur Muhammed. Singlimning ismini bilasiz. Singlimning ismi, cho'ng singlimning ismi Fatigul. İkinci singlimning ismi Umaryam. Üçüncü singlimning ismi Burabiya. Ularning oila bo'yicha hech kimning hozir xabari yo'qmi? Aile bo'yicha hech kimning xabari yo'q, hech qaysidan aloqa yo'q. Shu uzilgancha, aloqamiz uzilgancha, shu onam bilan shu chog'da xo'shlashgancha hamda hech qanday xabar yo'q, xabarni olmadim. Onamning onlarningki dadlarning rasmi bo'lsa, ismini deb ko'rsatgan bo'lsalar. Bu rasmdagisi meningki dadam bo'ladi. Bu vatanimizda, vatanlik chog'da tushgan rasm. İsmi Mahmud G'ofur. Bu rasmdagi mening onam. İsmi Ayshamgul İbrahim. Shu 3-cü ayda shunday deb xat yozib turib, o'chirib turib shu ayrilgancha ondan keyin onamning hech qanday bir aloqasini qolmadim. Aloqamiz uzildi. Shu vaqtda onamning deyishicha men shu lagerga epmeng olmoqchi deb ash gaplarni qilgan. Dadam og'riqchan. Dadamningki bir qo'li bir tarafi ishlamaydi kasal sababidan. Şuna dadamningki o'chaqda doktorxonada ekan, shu doktorxonadan chiqqan vaqtlarimi shu doktorxonada turib menga gap qildi ekan. Dadam sirt ekan. Anam o'zininki epmeng oldiganligini shu chog'da menga degandi. Bu rasmdagi men, ya'ni 3 singlim. Shu hozir xabar yo'q. Red bo'yicha hozir degan shu singlim shu. Shular. Bularning bolachaqsi boshqa bir uşaq bo'lib qoldi oilada. Ularning shu nadaligini xabari bormi? Yo'q, hech qanday xabar yo'q. Xabarimiz shu uzilgancha hech qanday xabar olmadim. Shu chog'da dadam undalarni meni chiqarayotganligim bizni qo'shmang. Biz aloqamizsiz deb uzilib ketgancha aloqa qilib bo'lmadi. Men qo'shib baqsam, men qo'shilganqa imkoniyat bo'lmadi. Boshqa aloqasini qilib baqdim, aloqasini izlaydigan fuqamadim. Shu lagerga kelgan shuni fuqqancha boshqa xabarni bilmadim. Sizning bu da'voyingizni o'shandan to'xtamsiz yoki qanday planlaringiz bor? Yo'q, to'xtatmayman. Chunki bulardan boshqa bular mening oilamnikilar, yana meningki ayolimningki dadasi, anasi, ayolimma 5 jon. Ularningki men xabari ularning xabar uzilgili ularningki 1,5 yil oldi. 1,5 yildan beri aloqamiz yo'q, uzildi. Yine başka tuqqanlarım var. Mesela dadamma 10 jonken 10 jon
Şu aka uka sağımları, yani dadamniki akaları, ukaları, sağımları. Şulardan mı hiç qandaq izleriga xabar yo'q endi. Mening yaşangan çoğanam, birli çoğanam qiliqliq hozir. Anamniki dadasi anasi hammasi vafot etib ketdik. Dadamning onasi yaşangan 60-70 yoshga kirgan çoğanam bor. Shu çoğanamma shu doktorxonalar bir rasmni bir nemisini qisqa bir nemini yo'llab bergan shu chog'da ko'rgancha, undan keyin ko'p uqmadim. Hayotmi, o'likmi? Shu çoğanamma birli çoğanam bor. Qolgan urug' tuqqanlar, navrilar, kichik inanki navrilar bor. Ularning hech qanday xabari yo'q. Men shularniki xabarini og'ichilik, shularniki bir izlerigini elib, hayotmi, tirikmi, nadiligini bilguchilik. Shularning bir xabarini og'ichilik, men bu nemini hargizmi to'xtatmayman. Rahmat.